Annyeonghaseyo 여러분. Demak biz o'tgan darsimizda sizlar bilan koreys tili harflarini har bittasini o'rganib chiqdik. Endi biz bugungi darsimizdan boshlab sizlar bilan koreys tili asosiy tushunchalari va boshlang'ich grammatikalarini o'rganib boramiz. Siz boshlang'ichini qanchalik yaxshi o'rgansangiz, o'rta daraja va yuqori darajani o'zlashtirishingiz juda ham oson bo'ladi. Xuddi shuning uchun boshlang'ich grammatikalarni juda ham yaxshi va to'g'ri tushunib olishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni boshlang'ich grammatikalarni qo'shilish tartibini bila olsangiz, o'rta va yuqori darajadagi grammatikalarni qo'shilish tartibini bemalol tushuna olasiz. Demak, yorobun, birinchi o'rinda biz koreys tilida insahaki salomlashishni o'rganamiz. Koreys tilida qanday salomlashiladi? Biz O'zbekistonda salom berganimizda assalomu alaykum deb salom beramiz. Koreyslar esa xuddi shuni annyeonghaseyo deb salom berishadi. Unga javoban ham annyeonghaseyo salom bersa, unga javoban ham annyeonghaseyo deb javob beriladi. Bizda O'zbekistonda va alaykum assalom, lekin koreys tilida bir xilda annyeonghaseyo deb javob beriladi. Xo'p, endi biz ilk uchrashuvda qanday salomlashamiz? Biror kishi bilan siz birinchi marta uchrashdingiz va siz unga tanishganingizdan xursandligingizni bildirasiz. Bunday holatda siz 반가워요 deb aytasiz. 반가워요, xursandman deb tarjima qilinadi. 만나서 반가워요 yoki 만나서 반가워요, ko'rishganimdan xursandman deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Va Koreyada birinchi marta ko'rishgan odamlar bir-biriga aytishi mumkin 처음 뵙겠습니다. Birinchi marta ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, endi xayrlashganda qanday xayrlashiladi? Koreyada O'zbekistonda xayrlashganimizda qolayotgan odam ketayotgan odamga aytadi, mehmonga nisbatan aytadi, yaxshi boring deb aytamiz. Koreyada esa annyeonghi gaseyo, yaxshi boring. Annyeonghi gaseyo, ketayotgan odamga nisbatan. Ana endi uyda qolayotgan mezbonga nisbatan esa ketayotgan odam aytadi yaxshi qoling deb, ya'ni annyeonghi gaseyo deb aytiladi. Endi salomlashishni o'rgandik. Endi dialoglarni eshitib ko'ramiz. Ya'ni qanday tabiiy holatda salomlashiladi. Xo'p, ko'ramiz. Annyeonghaseyo. Demak, annyeonghaseyo deb assalomu alaykum deb salom bersa, unga javoban ham annyeonghaseyo deb javob beriladi ekan. Endi ko'ramiz. Birinchi marta uchrashdingiz biror kishi bilan. 만나서 반가워요 deb aytasiz. Uchrashganimdan xursandman va unga javoban 반가워요 deb javob berish mumkin. Birinchi o'rinda albatta 만나서 반가워요ni emas, birinchi 반가워요ni ishlatib ortidan unga javoban 만나서 반가워요 deb javob berishingiz ham mumkin bo'ladi. O'rni almashish ham mumkin bo'ladi. Yoki sizga birinchi marta u odam bilan ko'rishyapsiz, u odam aytayapti sizga 만나서 반가워요. Siz ham u odamga nisbatan 만나서 반가워요 deb aytishingiz mumkin. Yoki 반가워요 deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Yoki boyagida o'rgangan 처음 뵙겠습니다 so'zini ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Endi xayrlashayotganda biz biror kishi bilan ko'rishdik, endi xayrlashamiz. Xayrlashayotganda demak, u odam ketyapti, siz uyda qolyapsiz va aytasiz annyeonghi gaseyo, yaxshi boring. Endi ketayotgan odam sizga nisbatan aytadi annyeonghi gaseyo, yaxshi qoling deb javob beradi. Demak, ikkitangiz ham ko'chada ko'rishdingiz. U odam ham ko'chada, siz ham. Sizning uyingiz emas. U odam sizga aytadi annyeonghi gaseyo, yaxshi boring.
안녕히 가세요. yaxshi boring. Ikkovingiz ham bir-biringizga yaxshi boring deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Demak, sizlar bilan salomlashishni o'rgandik. Salomlashishni o'rgangan bo'lsak, endi sizlar bilan grammatika o'rganadigan joyga keldik. Bu grammatikalar juda ham asosiy va boshlang'ich grammatikalar bo'lganligi sababli juda ham diqqatingizni qaratishingizni, aynan shu grammatikalarni yaxshi o'zlashtirishingizni sizlarga maslahat beraman. Xo'p. Bugun o'rganadigan grammatikamiz innin iyeyo yeyo grammatikasi. Innin bu egaga qo'shiladi, egaga innin qo'shiladi, iyeyo yeyo esa kesimga qo'shilib dir deb tarjima qilinadi. Dir, man, san, siz, ya'ni ot kesimni tugallovchi vazifasini bajarib keladi. Misol uchun o'qituvchi, bu ot, o'qituvchi bo'lsa, o'qituvchi man, endi ot kesim bo'ldi. O'qituvchi man. Xuddi shu yerdagi manni o'rniga yeyo, o'qituvchi yeyo shaklida ishlatilishi mumkin bo'ladi. Demak, qo'shilishlarni hammasini bir chekkadan ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p, birinchi o'rinda o'zbek tilida sodda gap qanday tuziladi? Shuni qisqacha tushuntirib berib ketaman. Sodda gap, bizning o'zbek tilimizda sodda gap ega, bitta chiziq va kesimdan iborat bo'ladi. Ega va kesim. Ega. Bizda o'zbek tilida egaga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Va ot kesim esa har doim dir, man, siz, miz deb tugallanishi mumkin bo'ladi. Xuddi shu ot kesimga yeyo. Egaga esa innin qo'shiladi. Misol uchun ko'rib chiqamiz. Men o'qituvchiman. Bu yerdagi men gapni egasi men. Kim? Men. Demak, ega kim, nima, qayer savollarga javob bo'ladi ekan. Men o'qituvchiman. O'qituvchiman bu yerda kesimi, gapni tugallovchi so'z hisoblanadi. Siz, kim? Siz gapni egasi, shifokorsiz. Shifokorsiz esa gapni kesimi, ya'ni gapni tugallovchi gap hisoblanadi, so'z hisoblanadi. Xo'p, sodda gap tuzilishini ko'rib chiqdik. Endi yuqoridagi grammatikalarni qo'shilishi va ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda biz ko'rib chiqamiz iyeyo yeyo grammatikasini. Iyeyo yeyo grammatikasi otga qo'shiladi. Ot kesimga qo'shilib, norasmiy hozirgi zamon grammatikasi hisoblanadi. Ya'ni suhbatda, ko'chada bemalol norasmiy, hurmat shaklida ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Sensirash emas, sizlash shakli hisoblanadi va bu norasmiy. Ko'rib chiqamiz. Xo'p, ot bilan tugallanadigan gapni tugallash vazifasini bajarib, dir, man, siz deb tarjima qilinadi. Misol uchun o'quvchidir, ustozdir, o'quvchi man, ustoz man, o'quvchi siz, ustoz siz shaklida gapni tugallovchi man, siz, dir, man, siz deb tarjima qilinadi yeyo grammatikasi. Endi qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Qo'shilishi undosh bilan tugasa, iyeyo bo'lib qo'shiladi. Ya'ni gapni bo'g'in oxiri undosh harf bilan, ya'ni patchimi bor holatda tugasa, misol uchun haksang deganimizda haksang, haksangda haksang, undosh harf bilan, ya'ni patchim bilan tugayapti. Xuddi shuning uchun iyeyo qo'shiladi. Ya'ni haksang o'quvchi edi, iyeyo qo'shilyapti va haksang iyeyo o'quvchi man yoki o'quvchidir holatiga tushyapti. Saram ma bilan tugayapti. Ya'ni oxirida patchimi bor. Undosh harf bilan tugayapti. Saram bunga qo'shiladi iyeyo. Saram iyeyo. Sarami iyeyo. Odam edi, saram odam edi, iyeyo. Sarami iyeyo bo'lganda odamman, odamdir, odamsiz shakliga kelyapti. Endi unli bilan tugaganda qanday qo'shiladi? Ya'ni gap oxiri patchim bo'lmagan holatda, unli gapni oxiri unli harf bilan tugagan holatda, patchim bo'lmagan holatda qo'shiladi, yeyo bo'lib qo'shiladi. Misol uchun chingu u bilan tugayapti. Ya'ni pastda patchim yo'q. Xuddi shuning uchun yeyo bo'lib qo'shiladi. Chingu do'st, chingu yeyo do'stimdir. Dir bo'lib tarjima qilinyapti yeyo. Isa a bilan tugayapti. Pastda undosh harf yo'q, patchim yo'q. Xuddi shuning uchun
yeyo qo'shiladi. Isa shifokor, yeyo shifokordir shaklida tarjima qilinadi. Demak, yeyo, dir, man, siz deb tarjima qilinib, undosh patchim bo'lgan holatda yeyo, patchim bo'lmagan holatda esa yeyo bo'lib qo'shiladi ekan. Demak, qo'shilishini tushunib oldik. Endi yeyo darak va so'roq shaklida qanday ishlatiladi? Misol uchun biz so'zlarni darak gapini aytayotganimizda, misol uchun men o'qituvchi, siz o'qituvchisiz deb aytasiz. Endi so'roq shaklida esa siz o'qituvchimisiz shaklida savol beramiz. Koreys tili yeyo grammatikasida esa so'roq shakli shunchaki ohangni so'roq shakliga keltirish jarayonda paydo bo'ladi. Shaklini siz so'roq shaklida tushunsangiz bo'ladi. Misol uchun ohangni ko'tarasiz. Hanguk saram. Misol uchun siz men demoqchiman, men Koreya odamiman. Hanguk chonin hanguk saramiyeyo. Darak gap aytayotganimizda ohang pastga tushadi. Chonin hanguk saramiyeyo. Pastga tushyapti. Hanguk saramiyeyo. Demak, darak ohangida pastga tushyapti ohang. Endi xuddi shuni so'roq shaklida bermoqchisiz. Siz koreyalikmisiz? Koreya odamimisiz? Savol bermoqchisiz. Hanguk saramiyeyo? Hanguk saramiyeyo? Demak, oxiri yuqoriga ko'tarilyapti va so'roq ohangida savol berilyapti. Hanguk saramiyeyo? Koreyalikmisiz? Ne, hanguk saramiyeyo? Ha, koreyalikman. Demak, javob shaklida javob berilyapti. Demak, ohangini ko'rib chiqdik. Endi xuddi shu grammatika bilan bir xil ishlatiladigan yana bitta grammatika bor. Faqatgina bu rasmiy holatda ishlatilishi mumkin bo'ladi. Rasmiy holatda ishlatiladigan dir, man, siz grammatikasi. Bu imnida, imnika grammatikasi. Imnida, imnika grammatikasi rasmiy holatlarda, ya'ni intervyularda bo'lishi mumkin, yoki televizorda bo'lishi mumkin, yoki bo'lishi mumkin davlat muassasalarida imnida, imnika grammatikasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Odatiy suhbatda yeyoni rasmiy holatda, rasmiy idoralarda, rasmiy misol ko'rishuvlarda, bunday holatda imnida, imnikadan foydalanasiz. Bu grammatikani ham albatta bilib qo'yishingiz kerak. Xo'p, bu otga ismga qo'shiladi, gapni tugallash vazifasini bajarib, dir, man, siz, ya'ni yeyoni vazifasida keladi. Xo'p, endi bu imnida, imnika grammatikasi unliga qo'shilganda ham undoshga qo'shilgan, ya'ni gap oxiri, so'z oxiri unli bilan, undosh bilan tugaganda ham bir xil holatda imnida o'zgarishsiz imnida bo'lib qo'shiladi. Misol uchun, haksen, o'quvchi, haksen imnida, haksenni pastda patchim bor. Shunday bo'lsa ham imnida. Haksen imnida, o'quvchi man, o'quvchidir. Saram ketyapti. Bu yerda imnida qo'shiladi. Saram pastda patchim bor. Saram imnida, odamdir. Chingu, patchim yo'q. Bu yerda patchim yo'q. Shunday bo'lsa ham imnida qo'shiladi. Chingu imnida, do'stimdir. Isa, patchim yo'q. Shunday bo'lsa ham isa imnida, shifokor siz yoki shifokordir deb tarjima qilinishi mumkin bo'ladi. Imnida, imnika. Demak, ko'rib chiqamiz buni talaffuzda qanday bo'ladi. Darak shakli imnida bo'lib ishlatilsa, so'roq shakli imnika bo'lib ishlatiladi. Imnika eshitilyapsiz, oxirida ohang ko'tarilyapti. Ya'ni gapni oxirida ohang ko'tarilishi, imnika bo'lib ko'tarilishi bu so'roq shakli hisoblanadi. Misol uchun, hanguk saram imnika, koreyalikmisiz? Ne, hanguk saram imnida. Demak, ohang tushyapti. Endi so'roq va darak shaklini o'rganib oldik. Rasmiy va norasmiy tugallovchi dir grammatikasini ko'rib chiqdik. Endi egaga qo'shiladigan grammatika nin grammatikasini
ko'rib chiqamiz. Bu inning grammatikasi bosh kelishiga hisoblanadi. O'zbek tilida bosh kelishiga yo'q, ya'ni bosh kelishiga qo'shimchasi yo'q. Ya'ni gapni egasiga, gapni asosiga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Misol uchun, men o'qituvchiman deya, kim? Men. Gapni egasi men bo'ladi. Bu yerdagi menga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Koreyada esa xuddi shu bu asos, bu gapni egasi deb turib ko'rsatib berish ma'nosida gapni egasiga, gapni asosiga inning grammatikasi qo'shilishi mumkin bo'ladi. O'zbek tilida gapni egasiga, misol uchun, men shifokorman deydigan bo'lsak, men bu yerda gapni egasi, unga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Koreys tilida esa bu gapni egasi, gapni asosi deb ko'rsatib berish uchun inning grammatikasi qo'shiladi. Ko'rib chiqamiz. Inning grammatikasi bosh kelishiga hisoblanib, egaga qo'shilib gapni asosini ajratib berish vazifasini bajaradi. Xo'p, undosh bilan tugasa, ya'ni patchimi bo'lgan holatda in bo'lib qo'shiladi. Misol uchun, haksen ng bilan tugayapti, undosh harf bilan tugayapti. Xuddi shuning uchun in qo'shiladi. Misol uchun, haksengen o'quvchi teng-dir. Keyingi holat, Steven n bilan tugayapti. Steven nimadir? Teng-dir holatida. Endi unli bilan tugasa qanday qo'shiladi? Unli bilan tugasa nin bo'lib qo'shilishi mumkin bo'ladi. Misol uchun, o bilan tugayapti. Pastda patchim yo'q. Patchim bo'lmagan holatda nin bo'lib qo'shiladi. Nin. Men kimdirman. Minsushi i bilan tugayapti. Xuddi shuning uchun nin qo'shiladi. Minsushi teng-dir holatida qo'shilishligi mumkin bo'ladi. Inning grammatikasini qo'shilishini ko'rib chiqdik. Endi gapda qanaqa ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Misollarda gapda qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Misol uchun, endi birinchi dialog kelyapti. Chonin, bu yerda chonin men, nana yeyo. Nana man, yeyo man dir deb tarjima qilyapti. Chonin men, nin esa gapni asosini ko'rsatib beryapti. Chonin nana yeyo, man nana man. Michael Shi'nin 기자예요. Michael Shi muxbirdir. Bu yerda savol beryapti. Michael Shi'nin 기자예요. Michael Shi'nin 기자예요. Michael Shi 기자mi, muxbirmi? Savol beryapti. Ne, 저는 기자예요. Ha, men muxbirman deb javob beryapti. 저는 우즈벡 사람이에요. ohang tushyapti. 저는 우즈벡 사람이에요. Men Koreya O'zbekistonlikman. ohang tushyapti. 민수 씨는 어느 나라 사람이에요? 민수 씨 어느 나라 qaysi davlat 사람이에요? odamisiz? 저는 미국 사람이에요. Men Amerika odamiman. Xuddi shunaqa holatda darakda ohang tushadi, so'roqda esa ohang ko'tariladi. Xo'p, endi pastdagi misollarni o'qib eshittiraman. 저는 학생이에요. 저는 기자예요. 저는 너디라예요. 저는 우즈베키스탄 사람이에요. Xuddi shunaqa holatda sodda gaplarni tuzishimiz mumkin bo'ladi ekan.